haqiqatdan hamda endi mana shu albatta yaxshi bilasizlar, rus tilini bilish, umuman til bilish yaxshi. Mana ko'pchiligimiz armiyaga borganimizda rus tilini o'rganib kelardik oldin. Hozir endi ko'pchilik rus tilini ham bilmaydi. Borib olib yoqda eta o'tiraveramiz. Oldin rus tilini armiyada o'rganganmiz. Masalan, armiyada hamma narsa komandalar ruscha, komandalar masalan yoki qo'shiqlar ruscha, gaplashishlar ruscha edi SSR paytda. Hozircha davlat tili o'zbek tili bo'lganligi uchun boshqa millatlar ham o'zbekcha gapiryapti hozir. Mana hozirgi armiyada, hozirgi harbiy qismlarda juda kam ruslar xizmat qiladi. O'zbeklar asosan bir-biriga o'zbekcha gapirib yuraveradi. Komandalar ham o'zbekcha. Oldinchi ruscha. Masalan, men o'zim uzoq sharqda xizmat qilganman. Qiziq voqea birinchi kuniyoq boshlagan. Kecha soat 12 da samolyotda uchdik. Ertasi kuni Xabarovskga ertasi kuni soat 5 da borib tushdik. Bir kun yo'q. Ishoninglar. Bir kun umuman yo'q. Biz qayerdan bildik? Aloqa prezidentga построились на ужин deb qoldi. Сразу ужин. Это где завтрак dedim? А где обед? Какой обед? Уже ужин dedi. А где день, утро, день где? День прошел, dedi. Hamma sukunaga. Не понял dedim. Сейчас поймешь dedi. Построились dedi hamma. Obordi, haqiqatan ham kech bo'lib boryapti. Kech hisoblab chiqsam, bir kun haqiqatan yo'q bo'lar ekan. 8 soat shunda ham farqi bor hozir. Uzoq sharq bilan bizni. Yana 8 soat uchganmiz. 16 baland soat kechqurun. 1 soat Irkutskda Zapravka qilgan 5 bo'ladi. Borib tushdik to bu bo'yicha 6 o'lyapti. Ujin bir kun yo'q. Mana yumir qaytdi. Borgan kundan boshlandi yumir. Haqiqatan ham borgandan keyin endi u какой профессия deb so'raydi. Kimda qanaqa masalan kasbi bor desa, vысшее образование masalan doktorlar bo'lsa, men vrach, men doktorman deydi, ularga ish topiladi gospitaldan. Ko'pchilik hunariy yo'llarmi deydi, shofyor deydi. Shofyorman, qolganlari power deydi. Power bo'lish uchun ovqatni pishirishda hamma biladi, choyxonada katta bo'lgan yigitlar. Osh pishirmaganda qolgan ovqatlarni kapustan solasida oyoq yoqib qolib pishib qolaveradi o'zi. Karchkani ezib tarqataverasiz, tamom? Bilish shart emas. O'zbek powerlar o'zi o'rgatib oladi kerak bo'lsa. 3 oy to'raydi, o'shini qilib. A shofyorlarchi oddiy mashina haydab yurgan odam katta gurzoyda haydaveradi. Bir yigit, qarang, o'sha Toshkentdan borgan yigit shofyor bo'lib ishlayapti, kattagon zil katta bir haligi voyenniy mashina haydar ekan, ketyapti. O'rmonlar, Rossiya o'rmonlariga botqonlik bo'ladi. Mashinani tiqiltirib qo'yibdi-da. Oldiga haydab ham chiqaramabdi, orqaga haydab ham chiqaramabdi, yoniga haydab ham chiqaramabdi, bu tomonga haydab ham chiqaramabdi. Tepaga ko'tarib turib, bunday sakramasmish. Nima qilishini bilmay tursa, bir Vilis mashina kelib to'xtabdi, ichidan general chiqibdi. Anaqa soldat cho'ta qo'ysa, тars, генерал врачи обратиться, обращайся. Вот у меня машина на болоте сидит, никак не могу вытащить. Ну ты даешь, сейчас поможем. Машина oldiga Vilis qo'yib qo'yib tortsa ham chiqmasmish, o'zlari itaryapti emish, qarang. Paradniy formada general mashinani itaryapti. Взяли, еще раз, взяли, mashina balonlari loy otarmish, hamma yo'q. Dabdalar loy chiqarib olgandan keyin nu soldat, nu тебе тяжелая mashina desa, hali o'zbek shofyor nima demiş? O'rtoq general, конечно, тяжелый bo'ladi. Mashinamning tepasida 35 ta ded o'tirib turmush. Armiyada general ishlar ekan, lekin ded deganlar ishlamas ekan. Dembil deganlar ishlamas ekan. Assalomu alaykum. Qadis Charchamay rahmat.